Assalomu alaykum yurtimizning munis ayollari. Yangilanish, yasharish fasli hisoblangan bahor ayyomning eng go'zal bayramlaridan biri 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan sizlarni chin dildan samimiy qutlaymiz. Duosida tinchlik surar yurtiga, gular hayot aytgan barcha shartiga, gullar soching oyog'ining gardiga, zulmatlarni yorituvchi yilisan, ayol bu dunyoning jannat bo'lsan. Sen onasan, sen go'zal yor, yo singil ma'noli so'zingdan obod har ko'ngil. Mehring bersang dard ham o'tadi yengil. Kim bo'lmaki keksami yoki yoshsan, ayol mehr bog'ida quyoshsan. Tabassuming aritadi g'amlarni, shodlikka olasan tushkin damlarni, to'ldirasan ro'zg'ordagi kamlarni, uyim joyim deya diydor falaksan, ayol mehnat ichida ham malaksan. Senga yo'qdir bolaning begonasi, sevging ulashasan gapning xonasi, qalbing shunchalar oq o'zbek onasi, yangi kunning debochasi nahorsan, ayol yangilanish fasl bahorsan.